Farzandlar 5 xil bo'ladi. Birinchi, ota-onasi buyurgan narsani qilmaydi. Bunday farzand ota-onasiga oq bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi, ota-onasi buyurgan narsani yoqtirmay qiladi. Bunday farzand ajr va savobga erishmaydi. Uchinchi, aytilgan ishni qiladi, ammo minnat bilan uf tortib, ovozini balandlatib qiladi. Bunday farzand gunohga botadi. To'rtinchi, buyurilgan ishni chin ko'ngildan qiladi va buning uchun ajr savob oladi. Ammo bunday farzandlar kamdir. Beshinchi, ota-onasi hali aytmay turib, ular xohlagan narsani qiladi. Mana shunday farzand ota-onaga yaxshilik qilganlarga va'da qilgan savoblarga erishadi. Bunday farzandlar juda nodir bo'ladi. Shu oxirgi 2 xil farzandlarning umri va rizqi barakotli, qalbi shod bo'ladi. Ishlari doim o'ngidan keladi. Mana shu Allohning fazli bo'lib, Alloh uni xohlaganiga beradi. Alloh buyuk fazl sohibidir. Allohim, barchamizni ana shunday farzandlar qatorida qilgin. Ushbu to'plamni bepulga yutib olishni xohlaysizmi? Shartlari juda oddiy. Bizga obuna bo'ling, like bosing va har kuni joylanayotgan videolar izoh qismiga kitob so'zini yozib qoldiring. 31-iyul soat 20:00 da izohlardan 15 ta g'olibni aniqlaymiz va ularga bepulga kitob hadya qilamiz. Yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.